Bir kishining qissasini aytib berishgan edi. Bir ayolga oshiq bo'lib, go'zalligiga, faqat go'zalligiga oshiq bo'lib, orqasidan yugurdi. Ana shu ayolga yetish uchun hech narsaga qaramadi. Nasl nasabini ham surishtirmadi, fe'l-atvorni ham, dinini ham surishtirmadi, yetishdi. Yetishdi katta qarz bo'lish evaziga. Bir. Yetishgan kuni qarasa, qiz emasligini ko'rdi. 2. Bu ham yetmaganda eriga xiyonat qilib turardi bu chiroyli ayol. 3. Nima uchun bunday bo'ldi? Faqat chiroyiga intilgan edi. Ha, bir ayol ham nasl nasabli bo'lsa, ham sharafli bo'lsa, ham boy badavlat bo'lib, dindor bo'lib, go'zal bo'lsa, nur ustiga nur. Ammo iffati, axloqi, dinini birortasiga qaramasdan faqat chiroyiga qarab uylanayotganlar nima bo'ladi? Xor bo'ladi. Alloh taolo bu odamni xor qildi.